Mana Pink Lady Rozgolov degan olma Pushti xonim deydi o'zbekchasi. -5 gradusgacha shoxida turaveradi. Bez xolodilnik uy sharoitida saqlasa bo'laveradi. Mana olmani holati quyib tashlaydi, rosa serp hosil bo'ladi. Qozonalar mana havas qilib yo'ldan o'tib ketayotib ko'rib qolib to'xtashibdi. Hozir havas qilishibdi lekin. Mana O'zbekistonning eng zo'r olmalaridan bittasi shu bo'lib turibdi, yangi nav. O'sha Avstraliyani sortidan, Yevropa sortlaridan kirib kelganiga 4-5 yil bo'ldi endi. Ko'chatlaridan ham ko'paytirganmiz mana. Kelarasizlar, toqida turibdi, beramiz. Mana, juda suvli bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Eng zo'r olmalardan bitta esa boshqa egisi kelmaydi mana. Ozonaga beryapman. Çalışayotgan orasida. Kelsizlar. Ha. Kelib turinglar. Ha, bo'pti bolajon. Ha. Rahmat. Ko'chatlari ham bor ekan bu olmalarni qarang. Qishda qorda ham turar ekan bahorgacha. Ha. Ajoyib. Qarang, gektar olma. Dehqonlarga rahmat, shunchalik ekishib qarang. Bunga qancha dori sepishgandir u. Ana hamma olyapti rasmga. Mana Shredarda yo'lida. Shredarda yo'lidamiz. Mana olmalarni qarang, mana qishki olma. Qarang, ustida olmasi bor. Qarang. Olmalarni qarang, va bu qorda ham turadigan olma ekanda. Uni sotishyapti. Nomi nima ekan olmalaringni? Olmalaring nomi nima? Pink Lady, Pushti xonim. Nima? Pink Lady. Pink Lady olma ekan. Mana qarang. Xonim degani o'zbekchasiga. Voy xudo. Yozgacha turaveradi, po'ka bo'lib qolmaydi, suvi qochmaydi. Ana. Bu yangi sort. Yangi sort ekan. Bu bitta yesiz boshqa olma yemay qo'yasiz, xola. Karsillaydimi? Rosa karsillar, suvli. Mana bunisi. Hammasi. Bu hamma? Nimalari? Rang olmaganlar. Bular qanchadan kilosi? Bular 10 ming so'm, bular 5 ming so'm. Mana ular 5 ming ekan. 15 ming so'm, 20 ming so'm kiloga. Mana qarang. Buni ham oling. Krasota. Buni jo'natasizlar bironchaga? Yo'q, o'tishyapti yegan. Qarang, yangi yilga olsa bo'lar ekan. Chiroyliligini qarang. Go'zal. Ana. Ko'chati ham bor, ekib qo'ysiz. Ko'chati ham bor? Aha. Kelamiz ko'chatiga. Agrov vodiy nihollarni yozsangiz chiqadi Instagramga. Chiqadimi? Xo'p. Xudo xolasa. Mayli, sog' bo'linglar. Mayli. Yaxshi sotib olinglar, o'zi bozorlaring bersin. Qaytayotib olamiz endi, mehmon ketyapmiz-da. Ne, yeb ketinglar ikkita. Hozir mana shunaqa Pink Lady biz sotamiz shu yerda mana 1.99 yarim kilosi. Mana shunaqa ko'rinishda O'zbekistonda mana shunaqa olmalar yetishtirilyapti ekan. Hayron qoldim. Tan berish kerak, o'zi bizning dehqonlarga endi bu yerda har xil olmalar bor, sortlari bor, lekin jo'natuvda men to'g'risi hayron qolib sizlarga video qilay deb murojaat qilyapman. Bizda kelaverasizlar, shunaqa olmalar bor. Mana Nyu-Yorkda har xil mevalar ham bor. O'zbekistondan ba'zi bir ikkita narsalar keladi, lekin ko'p emas. Mana shu manzil 108 Gastronom Nyu-York. Mana do'stlar, Pink Lady. Tak. Hozir qatdan kelishini ko'ramiz. Product of USA, Amerika. Endi olmasini ichi boshqa joydan kelishi ham mumkin. Yo'q, haqiqatdan Amerikada ham yetishtirilishi mumkin. Bilib bo'lmaydi.